Gibrid avtomobillar haqida juda ko'p gapirish mumkin, lekin ularning imkoniyatlarini amalda ko'rsatish bundan ham muhim. 850 gradusov. Bugun Chery Uzbekistan ilk bor O'zbekistonda Chery Super Gibrid texnologiyasining ommaviy sinovlarini o'tkazmoqda. Maqsad gibrid platformasining imkoniyatlarini laboratoriyada emas, balki real sharoitga yaqin sinovlar orqali namoyish etish. Bugun biz ham ushbu sinovlarni kuzatamiz va Chery Super Gibrid nimalarga qodir ekanligini ko'ramiz. 0 dan 100 km/soatgacha tezlashishi ham sinovdan o'tkazildi. Elektromagnit nurlanish darajasi maxsus uskunalar yordamida o'lchandi. Batareya esa 120 soniya davomida yong'in ta'sirida sinovdan o'tkazildi. Sinov davomida uning yonib ketishi kuzatilmadi. Sinovlar davomida mutaxassislar gibrid tizimining dinamikasi, yuqori kuchlanishli batareyaning himoyasi, elektromagnit nurlanish darajasi hamda platformaning muhandislik yechimlarini namoyish etmoqda. Shuningdek, Chery Super Gibrid to'ldirilgan bir bak yoqilg'i va to'liq quvvatlangan batareya bilan 1200 kilometrdan ortiq masofani bosib o'tishi, o'rtacha yoqilg'i sarfi esa 100 kilometrga 4,5 litrni tashkil etishi qayd etildi. Sinovlardan so'ng tadbir ishtirokchilarining fikrlarini ham bilishga qaror qildik. Fikrim o'zgardi. Aynan demak qo'zg'alish bo'yicha juda ham silliq qo'zg'aldi va tez chiqdik biz 120 ga. Men o'zim mashinalarga yo'qman, to'g'ri qo'rqaman. Lekin silliq chiqdi, gap yo'q, menga yoqdi uni. Men Arizo 8 da bitta zapravka bilan Xorazmga bordik. Borganimizda, o'sha yerda yana zapravka qilib qaytib kelganmiz. Endi Chery O'zbekiston direktori Pierre Duluadan fikrlar eshitamiz. Chery muhandislari super gibrid tizimini ko'p yillar davomida ishlab chiqishdi. Ular raqobatchilar yechimlarini o'rganib, biz bu sohada birinchi emasligimizni hisobga olgan holda muhim deb bilgan jihatlarni yanada takomillashtirishdi. Bizning maqsadimiz ham aynan shu, chunki ko'pchilikda gibrid texnologiya bo'yicha savollar va shubhalar borligini ko'ryapmiz. Shu sababli mijozlar bilan muntazam muloqot qilamiz va turli so'rovnomalar o'tkazamiz. Bugungi kunda Chery Super Gibrid qatoridan Arizo 8 Gibrid, shuningdek 7 o'rinli Tiggo 8 Gibrid va brendning flagmanli Tiggo 9 gibridlari o'rin olgan. Agar siz ham Chery Super Gibrid texnologiyasi haqida to'liq ma'lumot olishni xohlasangiz, barcha ma'lumotlar ekraningizda namoyish etiladi. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.